Yoningizda avtomashinada noqonuniy narsalar bormi? Nima bu? Buydashish bu. Avtomashina haydovchi chat tomon eshigidan 3 bo'lak selofan paketi o'ralgan. Gashiga oqanlik moddasi olindi. Hurmatli fuqarolar, aybingizni childirdan bo'yningizni olib Usmon Borodon bo'lsa, xolislar, ko'rib beringlarmi? Qora paket birdan ko'ramiz hozir ichidan nima bo'lishini. Nima narsa? Yurayingiz gördüm. Siznikimi? Tamam. Chilla bu, примерно. 60 mı? Ana. Yaptık. Olib borilayotgan tezkor tadbiri davomida oq rangli Gentra avtomashinasi shubhali harakatlar sababli to'xtatildi. Tezdan ketamiz. Xolislar, qarab turasizlar. Keling xolislar. Mana. Bu zidan tagidan oq salafan paketga o'ralgan moddalar chiqyapti. Hozir bitta ochib ko'ramiz. Mana 1 2 3 4 ta tashqi ko'rinishidan yerang giyohvandlik vositasiga o'xshash bo'lgan moddalar aniqlanyapti. Qayerdan oldingiz? Xo'jalik qilsangiz. Mazkur dala maydonida yetishib kelayotgan nashasimon moddalar borligi aniqlandi. Hozirgi urug'lash davrida bo'yi 180-190 atrofida. Nima deb ataydi? Bu tagdagi ko'pmi? Oling bu yoqqa. Mana. Ulan o'tkir xitli yashil rangli modda. Birovga olib kelyapti. Voy. Qayerdan olding? Uyesda. Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kol markaziga qo'ng'iroq qilingiz.